Instagramda trend bo'lgan shu keksni tayyorlab ko'ramiz. Agar bolalarga tvorog yemaydigan bo'lsa, shu keksdan tayyorlab bersanglar, indamasdan yevorishadi. 4 ta tuxumga shakar solib, bitta mikserlab olamiz va puymirkini 3,2% sutdan foydalandim. 250 gram sut soldim, ustidan 250 gram un, shakar va 4 dona kakaolardan foydalandim. To'q rang bo'lib chiroyli chiqadi, lekin taxra bo'lmaydi 4 tonikida. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya beraman. Yaxshilab ko'pirtirib olgandan keyin ketidan yana un solamiz. Agar suyuqroq massa qilib qo'ysam, menda berch bo'lib qoladi. Sizlarda ham keksinglar o'xshamagan payti bo'ladimi, qizlar? Menda suyuq qilganimda har doim o'xshamaydi. Lekin Instagramda ko'rganimda hammaniki zo'r chiqadi. Tvoroglar kelsa, uyda bor tvoroglarimni puymirkini 2 xil tvorogdan foydalandim. 2 ta tuxum va ustidan shakar solib, mana shunaqa maydalab oldim va salofan paketga solib, shunaqa siqib chiqasizlar. Ustiga morozilkada bor olchalardan sovordim. Ishoninglar, shunaqa zo'r chiqadi. Ichlarini ham ko'ryapsizlarmi? G'o've bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Video yoqqanida like bosib qo'ying.